Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chaqchaq qishlog'ida obyektimizni bitkazganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. O'tirli pechka Tepladar firmasinikini qo'yganmiz. Bu yoqda saunamiz joylashgan. Kedr yog'ochidan bo'ldi, ruskiy bani. Ko'rsanglar bo'ladi. Gimalayskiy tuzlardan juda ham ko'p foydalanganmiz. Barcha aksessuarlarni qo'yib, cheleklari, yostuv, vторой dihani qilganmiz bu yerda. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Maza qilib tashqaridan svejiy havoni nafas olib yotiladi. Pechkamizni ko'rsatamiz. Bu pechkamizga mana bunaqa qoshuvda finskiy samudagi kontrakt o'tiriladi. Bu pechkaga bemalol mana chelagi bilan olib bemalol maza qilib harri ko'p qilib foydalaniladigan ruskiy bane bo'ldi. Patalolarga majburlik qilganmiz. Bu yoqda ventilyatsiya sistemasi ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli va qulay bo'lib chiqdi saunamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol sauna hubga aloqaga chiqib turasizlar. Hammaga rahmat.